variant izlayapti. Boyan Sigirni topdi. Pas beradi, birga bir, ketdi. Endi nima bo'lar ekan? Maroshichdan aqlli uzatma, Alisher Odilovdan dubl. Va raqamlaridagi gollarini qayd etib qo'yapti. 2 mi? 2 bo'lsa 2, mana 2 2 deyapti. Ha. Mana hujumni shu yerda hal qilishda ofsayd yo'q, uzatma ideal, zarba ham mukammal. Darvozabon o'tirib tomosha qildi. Ha. Sanjar Quvvatov shunchaki ojiz qoldi bu zarba oldida. Mana rostdan ham har xil o'sha hisoblar yozilgan. Raqamlar yozilgan. Nargisini oldi. Hozir 3-0 ni tayyorlab qo'yishadi menimcha. Maroshichdan aqlli uzatma. Zarba ham zo'r chiqdi. Hisob 2-0. Yo'liga to'g'rilab berdi. Darvozabon ham yaqin burchakni yopib bo'lgan edi.